Ketimiz tayyor bo'ldi. Mashinani qora mashinani mingandan keyin mana shunaqa holatda olib yurish kerak. Hamma udobstasi bor ekan. Biza дополнительный bu mashinaga slipoy zonalarni qo'yib berdik. Oynalarini podogrefi bor. O'zida chizilgan, sotuvda chiqyapti. Slipoylari ishlab turibdi. Bakovlarni oldingida bunday qo'lda o'ynatib yurmaysizlar endi. Bemalol mana shunaqa qilib o'ngga, chapga, tepaga, pastga o'ynataverasizlar. Ikkala tarafi ham qilsanglar bo'ladi. Mashina holatini ko'rasizlar, idealniy holatda. Arizero magnitofonlar 009 midi? Mana shunaqasi pultda o'sha legendarniy BMW rul. Xullas zo'r holatdagi mashina ekan, menga yoqdi. Bitta shu narsa kam edi, mana mashina ham uстановка qilib berdik. Kelsanglar, slipoy zonasini ham, o'sha qo'rchoqlarini ham xohlasanglar ochilib yopiladiganini ham o'zimiz qilib beramiz. Xudo xolasa mashina tayyor. Egalariga topshiryapmiz. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga kelaverasizlar, ishimizdan sifatiga отдельно baho berib ketasizlar, xudo xolasa.